Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, yaxshimisizlar, sizmisizlar? Xonadoningizlar tinchmi? Mana bugun biz Toshkent shahar Chorsu gullaridamiz. Sizlar bilan yana Muhammad Ali bo'lyapti. Sizmisizlar? Charchamasdan mana bahorlarni ham boshlab oldik. Mana juda ham chiroyli bo'lgan atir gullarimiz yetib kelgan. Mana ko'ryapsizlar. Hurmatli obunachilar, mana juda ham chiroyli. Mana bitta oq rangi bor. Rozvilari bor, bardovisi bor. Mana qaranglar, ranglari juda ham sochni. Mana bitta olov ranglari bor. Sarulari bor, mana qaranglar. Mana bitta oq bor, mana oranjiy hidlilari bor. Primulolarimiz bor. Mana bitta rozvillarimiz bor, qaranglar. Juda ham hammasi bir-biridan go'zal, chiroyli bo'lgan narsalarimiz. Bemalol ko'rasizlar. Telefon nomerim hali ham o'sha. Bemalol telefon qilib, aloqaga chiqib ko'rasizlar. Mana joyim. Lambar zinasi, har doimgidek sizlarga mashhur bo'lgan lambar zinasi. Mana arkalar. Mana arkani ichiga bo'z tutilgan joyi to'g'risi mana. Qolgan arkalarning ichida bo'zi yo'q, mana ko'ryapsizlar. Mana arkani ichiga bo'z tutilgan joyi to'g'risidagi joy, mana joyim. Mana. Qochib turing. Mana qaranglar. Juda ham chiroyli bo'lgan mana qora lolalarimiz keldi, saruvlar keldi. Oqi bor. Juda ham zo'r. Mana bunaqa ampilni petuniyalarimiz bor. Ampilni petuniyalarimizni narxi 35 ming so'mdan. Hurmatli obunachilar, bular mana tegida tuvagi bo'ladigan bo'lsa, tuvaklarini yopib tushiradi. Juda ham chiroyli qilib. Qaranglar, bularning ham juda ham ranglari turfa xil. Bemalol kelib xarid qilsangiz bo'ladi. Narxi 35 mingdan Toshkent shahariga Yandexdan dostavka qilib chiqazib bera olamiz. Hurmatli obunachilar, bemalol kelaverasizlar. Mana bitta flokslarimni so'rayotgandinglar. Flokslarim ham yetib kelgan. Narxi 50 mingdan. Hurmatli obunachilar, 12 viloyat bo'yicha imo pochta orqali dostavka qilib chiqazib beramiz. Ranglari ikki xil, siyoh rang bilan uchta malinaviy rangi. Mana bitta gartenzalarimiz bor. Gartenzalarimiz ham juda ham chiroyli. Gartenzalarimizni 150 mingdan kelishtirib beramiz. Mana ko'rasizlar, juda ham chiroyli mana. Bozorimizni qaranglar, mana kundan kunga yanada uyg'onib, yanada chiroyli bo'lib ketyapti. Mana qaranglar, hurmatli obunachilar. Narsalarimizni go'zalligini qaranglar mana. Sizlarning xonadoningizlar o'zi chiroyli, yanada chiroyli qilib, chiroyiga chiroy ochuvchi mana bizning gullarimiz bo'ladi. Xonadoninglarni ko'rki ko'rk qo'shib, chiroyli qilib fayzli qilib beradigan bizning gullarimiz bo'ladi. Sizlar bilan Chorsu gullari har doimgidek xonadoninglarni fayziga fayz qo'shib beramiz, jannat makon qilib berishdi. Davom etyapmiz. Xudo xolasa bemalol kelib murojaat qilsanglar bo'ladi. Ismim Muhammad Ali. Mana bu yerda yana joyim, lokatsiyasini tushuntirib berib o'taman. Bu yerda Ko'kaltosh madrasasidan bundan yurib kelayotganinglarda 1, 2, 3-arka mana bunaqa qilib bo'z tutib qo'yildi. Shu bo'zni to'g'risi. Bu yerda mana bu yerdan lambar zinasidan tushib kelayotganinglarda mana har doimgidek mashhur sizlarga lambar zinasi. Mana bundoq kelyapsizlar, zinadan tushib, mana u to'g'rida zinamiz bor. Zinadan bundoq tushib yurib kelyapsizlar. 1, 2-arka. Ro'parasida o'tiramiz, hurmatli obunachilar. Mana juda ham chiroyli kommentariyalar yozyapsizlar. Kommentariyalarni o'qib juda ham xursand bo'lamiz. Sizlardagi nima desam ekan? Meni kuzatadigan, sizlardagi mehr bera oladigan obunachilarim ko'payayotganidan juda ham men xursandman. Bizning videolarimizni yanada ko'proq insonlarga yetib borishligi uchun sizlar like, kommentlarni ayamasliklarini so'raymiz. Yaqin tanishlaringizga jo'natib qo'yinglar. Men sizlarga yana bitta narsani eslatib o'taman. Biz Instagram kanalimizni ham ochganmiz. Bemalol Chorsu bahor gullari deb yozsanglar chiqib keladi. Shundoq mening o'zimning kanalim juda ham chiroyli. Har kunlik storiyalarni qo'yib boramiz. Bozorimizda yangiliklarni YouTube'ga video qo'yishimiz uchun sizlarga uzoqroq qilib video olishimga to'g'ri kelyapti. Instagramda qisqa metrajli videolar qo'yib ommaga taqdim qilamiz. Xudo xolasa bemalol nima qilasizlar. Yana sizlarga nimalarni tushuntirib bermoqchi edim. Mana yo'da mana atirgullarimiz bor. Juda ham chiroyli, turfa xillik bo'lgan atirgullarimiz. Bu atirgullarimizning narxi 120 mingdan. Juda ham hidli, juda ham nafis, chiroyli. go'zalda mana shtampovkalarimizni
250 mingdan, mana jasminlarimizni 120 mingdan. Hurmatli obunachilar, mana bu yerda xolamni savdo qiladilar. Mana o'zlari ham turibdilar shu yerda. Hozir narxlar haqida o'zlari yana bafurcha tushuntirib beradilar sizlarga. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Telefon nomeringizni aytib yuboring bo'pti. 654 65 75. 94lik. Hozir ozgina mazalar yo'q ekan. Mana joylarimizni pulli isigan sari nima bo'lib ketyapti. Shuning uchun ozgina davlen ham ko'tarildi. Yaproq imom Humadalida sizlardan uzrlarini so'rab qo'ydilar. Mana men o'zim qo'ldan kelgancha narsalar haqida sizlarga tushunchalar berib berishga harakat qilaman. Бывший 250. Да, один кус. Это он цветы пах здесь, сестра. Juda ham chiroyli bo'lgan turgullarimiz. Bular 250 ming, 200 ming har xil rangiga, sortiga qarab turib o'zgarib ketaveradi, hurmatli obunachilar. Shunaqa qilib bugun mana sizlarga video obzorlarimiz shulardan iborat bo'ldi. Bizani kuzatishda davom etinglar. Instagram kanalimizga qo'shilib olishinglarni juda ham so'ragan bo'lardim. Imkon qadar men hozir Instagram kanalimni nimasini yozib qo'yaman. Bemalol kirib nima qilib olsanglar bo'ladi, tomosha qilib, yoki ham qo'shilib olsanglar men xursand bo'lgan bo'lardim. Bizga sizlarga qiziqarli bo'lgan videolarni taqdim qilishim uchun sizlarga motivatsiya, ya'ni bizning obunachilarimiz ko'payishi kerak. Kommentariyalarni chiroyli qilib yozib berishinglar kerak. Like, podpiskalarni ayamasliklarini so'rab qolamiz, hurmatli obunachilar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Instagramimni silkasini hozir men imkon qadar videoyimizni yuziga qo'yib qo'yishga harakat qilaman. O'sha orqali meni kanalimga o'tib olishinglarni so'rayman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, kuninglar xayrli bo'lsin. Sizlar bilan Muhammad Ali bo'ldi. Chorsi gullar. Charchamaysizlar.